Qaror. Xo'jayeva Asal Matyoqubovna O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish hamda 183-moddasi mayda bezorilik huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topilsa. Xo'jayevaga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorini 20 barobar miqdorda, ya'ni 4.460.000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasiga asosan Xo'jayevaga nisbatan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan Xo'jayeva Asal Matyoqubovnaga nisbatan uzr kesib 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2020-yil 2-noyabr kunidan boshlab hisoblansin. İki kişi olacak mı?